Ey men sana tunugün dedi. Çıka. Mayısık çıka. Hey! Ey men sana tunugün dedi. Çıka. Mayısık çıka. Ey mişedin çıkapsa? Buna açtın çıka. Sana mümkün. Ey Nima yavaş. vaqiraysiz? Vakırmattım sana. Nima xato qildim? Ey. Ama kalın işlemde o işlemde olsun ne? Tünügün tam ne yürüsem ikili balısı. Tümü kütlesem ikili balısı. Taskınçılık çıkanacak neymiş ikili balısı. Ey ma posmu al ya. Ey makara ma posmu diyenini men giyme. Tevrap etken posmunu giyip. Ya karap bakayım ayırın gay. Kimden ayırını giyip aldı ya? Anamın konu ayık kodayım ha. Bunu keymigil neticil boğa ayak bu. Ey ma kiymenge karap bak ya. Bu minin kiyimlerimni kiysen ma umaklığın sana yarışam da. Makara. Maniçu men yerip kep. Başka işlerimni kıvret selturup kılma dep taşlap koygan. Hem kıgılış yapamaymış pokum yakın gilamsa ya. Nimda qo'pol tegasiz? Men mushumush ayildan quvvatman go. Men mushu sizni jafo tortib ketmishim, jafosini tan tortib berayapman bu. Buni nari xato? Hata uqdingmi hata. Men seni qanchalik yaxshi ko'rib, qanchalik jafo daldim. Seni bu uyga kelishdagi maqsadim sana po'qish qattirish. Kesakda ushishma. Sen meni g'alchanma. Maqara. Men tunugin deb qo'ydim ha. Anamdan qolgandan keyin sening qo'lingdan tek dazmal solgan kiyimni kiyibyapman deb. Tushundingmi? Yani kelib shundoq vaqtida tomoqlarni yeyapman. Oshxonaning tomog'idan qanchalik zirib ketganimni bilamsan. Nimishqi mening gaplarimni tushunmaydigansa deyman. Endi bo'lsin meni xafa qilma, ma'qulmi? Meni yana sen ochiqlanmasin desang, mag'ibim qo'lingda ding tutsin. Ayol kishi degan bog'u shunda qalbi yumshoq bir inson. Meni nimanchi bola qadrlaysiz? Acaba o'zingizni men yaxshi ko'rish arzimdim? Anam degan ayol kishining ko'nglini haqiqiy ussang, sening erishgan har qanday boylig'ingdan ustun turdi deb. Men anamning degan gapiga ishonaman. Tushundingmi? Tushundim. Tomoq tayyorlik qildingmi? Qildim, siz amroqlarga aytay. Menga emsa